katta yo'lda xavfsizligi va ekonomligi nimaga bog'liq? Videoni oxirigacha ko'ring. Hozir mana bu katta yo'l misolida tushuntirib beraman. Bu katta yo'lda 4-5 yil oldin yasalgan ekan. Hozir avtomat qilgan olib kelishdi. Avtomatni berdik. Bu yerda suv gradisiga qarab turib, avtomatik uzib qayta ishlayveradi bemalol. Hozir sizlarga bu katta yo'lda ham hozir o'zi asli qanaqa bo'lishi kerak ko'rsatib o'taman. Mana bu katta yo'limiz o'sha bu avtomat katta yo'l desa bo'ladi. Bir hisob o'zi asli qancha yil o'tib qolgan. Hozir ham shundan katta yo'l chiqarib turganlar bor. Mana birinchidan bu yerda arqon yo'q. Eshikni yopganingizda ham bemalol havo aylanadi. Bu narsa xavfsizligiga ta'sir qiladi. Bu yerga kurechit qilib qo'yishgan. Bu yer ochiq. Shuni hisobiga qaynab ketgandan keyin bu o'zini o'zi o'chira olmaydi. Yonib turaveradi. Keyin rasxodiga ta'siri. Birinchidan eshiklarda ichida bazat yo'q. Shuni hisobiga issiqlik tashqariga chiqib ketib qoladi. Keyin o't yurish yo'li juda qisqa. Bu yerga 3 qator turba qo'yishgan. 3 ta kaseta qo'yishgan. Unda ham rosmana o't ko'p aylanmaydi. O'zida asli qanaqa bo'lishi kerak? Hozir bitta ko'rsatib o'taman. Bu katta yo'limizni vaqtincha ishlatib turamiz deydi. Mana garelkalar qo'yib berdik. 15 kW, 150 kvadratgacha bemalol ishlab beraveradi. 200 kvadrat boshqa joylari bor ekan. Hozircha baribir 200 kvadrat to'liq yoqmayman. 4 ta 5 ta xona deydi, 100 kvadrat bemalol isitib beraveradi. Hozir mana asli qanaqa bo'lishi kerak? Xavfsizligi qanday bo'ladi? Mana hozir xuddi shunday pol avtomat katta yo'limiz deydigan bo'lsak, hozir ko'rsatgan katta yo'limdaqa katta yo'llar, pol avtomat katta yo'llar 3-4 million atrofida sotiladi. 100 kvadratdan boshlanadi ham 3-4 million atrofida 4 million atrofida sotiladi. Bu katta yo'llar undan farqi birinchi navbatda polni utplonniy bo'lgan. Utplitl bo'lganligini hisobiga issiqlik ichkarida qoladi. Anchagina rasxodiga ta'sir qiladi. Keyin balki kuymaydigan asbestli arqonlar qo'yib eshiklarimizda shunaqa legrovkalari bor. Arqon qisilishi hisobiga yanada buni tortsa arqon qisilaveradi. Mana yopganimizda mana yopishlar, qulayliklar ko'rib turibsizlar. Mana osongina yopib ochish. Arqon qisilganning hisobiga buni ichiga havo kirmaydi. O't yonib ketishi kamayadi. O't to'xtagandan keyin, aytilgan gradusga chiqqandan keyin avtomatik ishlayveradi. Shuning uchun bu pol avtomat deganimiz sababi ochiq ko'mirni soldingiz, solganingizdan keyin o'zi legrovka qilaveradi. Avtomat bo'lgani mana yonida bunkeriga solasiz, bunkerdan o'zi olib kirib yoqaveradi. Shuning uchun bunisi avtomat. Bu ham asli ko'mir tanlamaydi. Irik, mayda, katta ko'mirlarni ham bemalol solib yoqsak bo'ladi. Keyin veltinator bilan svet bo'lgan holatda ishlatsak ham bo'ladi. Regulyatorning tiyagi orqali, mexanika orqali bu eshikchani ochilib yopilishi orqasidan yonib beraveradi. Svet bo'lmaganda ham bemalol ishlayveradi. Keyin to'planib qolgan kunlarini naboda richag orqali to'kadi. Mana richagda qimillatganimizda ichida chugunlari qimillaydi. Chugun bo'lganligini shunisida ham farqi bor. Keyin katta yo'lda o't yurish yo'li. Hozir unda ko'rdilaring, oddiy turba qo'yilgan. Turbani ham effekti yaxshi, lekin o't yurish yo'li uzun bo'lsa, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Mana bu katta yo'limizda 3 yo'l o't yuradi. 15 kilovatlik katta yo'limizda. 22 kilovatda 4 yo'l, 30 kilovatida 5 yo'l o't yuradi. Yoqishimiz, ishlatishimiz juda sodda bo'ladi. Oddiy, keyin o'zini-o'zi legrovka qiladi. Xavfsizliklari oldi olingan, ochiq sistema, yopiq sistema bemalol javob beradi. Hozir u katta yo'lda ko'rsatib o'tdim. Ochiq sistemani o'ziga, yopiq sistemaga javob bermaydi. Bu avtomat katta yo'llarimiz. O't yurish yo'lini ko'rsalaring bo'ladi. Ham gorizontalniy borib kelyapti, o't 4 yo'l. Keyin to'liq vertikalniysiga, pastga, orqaga tushyapti. To'liq tushib, keyin tevaga chiqib, keyin tashqariga chiqib ketyapti. Shuni hisobiga bu yana ham ekonomishli bo'ladi. Orqaga o'sha qo'lingizni tutganingizda kuyar-kuymas issiqlik juda darajada kam, maksimalni kam chiqib ketadi. Shuni hisobiga anchagina ekonomishli bo'ladi. Keyin bu garelkalari, avtomat katta yo'l garelkalarining farqlarini ham tushuntirib o'tganman. Kanalga o'tib, qolgan videolarni ko'rib bemalol
foydalansalaring bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Keyingi foydali videolarimizni o'tkazib yubormasligi uchun. Mana bu katta yo'limiz, aytganimdek, tuplonli bo'lmagan, mayli minometa bilan o'rab qo'yishadi, nisbatan issiqlik ozgina ushlaydi. Mana bu yerlari ochiq sistema bo'lganligi uchun mana zaklovka qilinmagan. Shuni hisobiga hozir davlina beriladigan bo'lsa, shu yerlar ishi bu choklari yorilib suv qo'yib yuboradi. Mana miyalari ishlatishga juda sodda, oddiy bo'ladi. Mana avtomat orqali butunlay miya o'chib yonadi. Yoqib turib, bundan gradus rostlanadi. Necha gradus bo'lsa, 57 gradus. Ba'zan qo'shsangiz bo'ladi. Mana 50 gradus bo'ldi, mana 60 gradus. Graduslarni bemalol rostlashimiz mumkin. Bu yerda voltmetr ko'rsatib turadi. Bu majburiy ko'mir surishimiz. Ko'mirni birinchi yoqqa turganingizda ko'mirni birinchi tezlatib surib olishga bu ishlaydi. Bu ko'mir surish vaqti bilan to'xtash vaqtini belgilab qo'yiladi. Bu ventilyator past balandligini oshirib kamaytirib beradi. Bu motor uchun razvedka. Ishlatishga juda oddiy. Bitta tushuntirib berganimizdan keyin ayollar ham bemalol foydalanishsa bo'ladi bu miyasidan. Ayollar, bolalar ham bemalol foydalanib ishlatib turishsa bo'ladi. Kattalar yo'qligida yoki erkaklar uyda bo'lmagan holatda. Motorlarimiz do'yni reduktor 220 motor, yangi 220 motor qo'yib berilgan. Keyin chinaklarimizni aytib o'tsak. Mana bunkerlar ham hamma taraf shu germetikalar, bu yerlarga o'sha lentasidan qo'yilgan. Shuni hisobiga havo ichkaridan aylanmaydi. Aylanmagandan keyin bunkerga o't ketib qolmaydi. Mana shininglar ko'rishlaring mumkin. Baquvvat 6 lik, keyin uzilgan shinik emas, bitta butun qilib yasalgan shinik. Videoni kattalamoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lmaganlar yana bir bor aytib o'taman, obuna bo'lib qo'yasizlar. Sababi ko'pchilik obuna bo'lmasdan kuzatyapti-kan, videomiz foydali bo'lib turgan bo'lsa, yana videolarimizni davom ettirishimizni istasangiz, videoga like bosib, obuna bo'lib, kommentariyaga katta yo'l haqida fikrlaringni yozib ketaverasizlar.